Bugun biz sizlar bilan vena inyeksiyasini o'rganamiz. Kerakli jihozlar: steril va nosteril lotok, shpris, tanlab olingan dori moddasi, spirt, paxta, jgut va qo'l mulyaji kerak bo'ladi. Dastlab 3 ta paxta sharik tayyorlab olamiz. So'ngra tanlab olingan dori moddasi tortib olinadi. Havo emboliyasini oldini olish maqsadida shpris ichidagi havo chiqarib yuboriladi. Tanlab olingan vena qon tomirining 6-7 sm yuqori qismidan jgut bog'lanadi. Birinchi paxta orqali markazdan periferik tomonga qarab tozalanadi. Ikkinchi paxtada tanlab olingan vena qon tomirining yuqori qismiga qarab artiladi va ignaning uchki qismi yuqori qismga qaratilib, 2 bosqichda dastlab teri orasiga va vena ichiga kiritiladi. Shprisda qon borligini aniqlaganimizdan so'ng jgut yechiladi va dori moddasining sekin-astalik bilan yuboramiz. 3-chi paxta orqali shprisni sug'urganimizdan so'ng beramiz va bemor 10 daqiqaga qo'lini bukib turishi so'raladi. Ishlatilgan jihozlar utilizatsiya qilinadi.